Assalomu alaykum hurmatli brifing qatnashchilari. Yangiyer shahar maktabgacha va maktab bo'limi tomonidan rahbar va xalq muloqoti murojaatlari yuzasidan sizlarga ma'lumot berib o'tmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 11-sentyabrdagi jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi 445-sonli qonuniga asosan fuqarolarning yozma va og'zaki murojaatlari to'g'risida ma'lumotlarni taqdim etaman. Yangiyer shahar maktabgacha maktab ta'limi bo'limida fuqarolarning yozma og'zaki murojaatlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yildagi 11-sentyabrdagi jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi 445-sonli qonuni asosida o'rganilmoqda. Kelib tushgan murojaatlarning 58 tasi ijobiy hal etildi. Qolgan murojaatlari mualliflarga tushunchalar berildi. Murojaatlarning barchasi Yangiyer shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tomonidan ko'rib chiqilgan va javob xatlari o'z muddatida mualliflarga yetkazilgan. Murojaatlar tahlil qilinganda ta'lim muassasalari faoliyati to'g'risida 7 ta, ish bilan ta'minlash borasida 10 ta, ta'lim muassasalarida qurilish va jihozlash bo'yicha 2 ta, haq to'lash masalasida 6 ta, ta'lim muassasalari farzandlarini joylashtirish masalasida 20 ta, pedagogga xos bo'lmagan harakatlar yuzasidan 7 ta va boshqa masalalar yuzasidan 10 ta murojaatlar tahlil qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Vazirlar Mahkamasi tomonidan chiqarilayotgan qaror va farmoyishlar joylarga yetkazilishi va ularning ijrosi sifatini ta'minlash hamda murojaatlar sonini ortib ketmasligini oldini olish maqsadida sayyor qabullar rejali asosda jadval grafik tasdiqlangan holatda nazoratga olindi. Belgilangan reja grafik asosida tuman, maktabgacha maktab ta'lim bo'limi tasarrufidagi maktablarda sayyor qabul kuni tadbirlari o'tkazildi. Qabullarda fuqarolarning murojaatlari tinglandi. Ta'lim sohasiga oid jamoada sog'lom muhitni shakllantirib, tajribali pedagoglarni jalb qilgan holda o'quvchilarga malakali ta'limni olishni yo'lga qo'yish, mahalla va maktab hamkorligini kuchaytirib, ota-onalar bilan birgalikda farzand ta'lim tarbiyasiga mas'uliyatni oshirish, qurilish, jihozlash, bitiruvchilarni oliy ta'limga jalb qilish va oliy ta'lim muassasalarini bitirgan kadrlarni ishga joylashtirish bilan bog'liq muammolar o'rganib chiqildi. Respublikamiz bo'ylab yuridik va jismoniy shaxslarning murojaatlari ko'rib chiqish tizimi yanada yaxshilash, samaradorligini oshirish, ularning qabulini yuqori saviyada tashkil etish, aholi tomonidan bildirilayotgan takliflarga e'tiborni kuchaytirish, murojaatlar bilan ishlash, qonun talablari buzilishi, har qanday ko'rinishlarning oldini olish yuzasidan muntazam nazorat ishlari olib borildi. Xuddi shunday sayyor qabul kuni tadbiri 2025-yil davomida bo'lim tomonidan 17 ta sayyor qabul o'tkazildi va fuqarolarga amaliy yordam ko'rsatildi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan brifing masalalari shulardan iborat. Salomat bo'ling.